Vaginalniy kandiozda qanday dori vositasini qo'llagan samarali? Agar sizda vaginalniy kandidioz aniqlangan bo'lsa, birinchi o'rinda bakpassiv qilish kerak. Bakpassiv bizga nima kerak? Qaysi doriga sizga sezuvchanligingiz borligini bilamiz va shunga qarab sizga to'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri dori tanlanadi. Sizga shunday savol kelgan, AMG gormonim 226 chiqdi, men homilador bo'la olamanmi? Agar sizda AMG gormoningiz antimulliy gormon deb aytiladi, 2 dan oshgan bo'lsa, siz homilador bo'la olasiz. Agar sizda trubonaylaringiz ochiq bo'lsa, pujenin spermogramma, patomorfologiyalar hammasi yaxshi joyda bo'lsa, sizda ovulyatsiya kuzatilinib, har oy hayzingiz kelsa, albatta homilador bo'la olasiz. Sevara Abdullayevna, yana bir obunachingizdan savol. Выделение rosa ko'p kelyapti, suvdek bo'lib ko'p ketyapti. Nima qilsam bo'ladi? Agar sizda выделение kelayotgan bo'lsa, uni rangini, uni hidi bormi, yo'qmi, qaysi payti ketayotganini bilishimiz kerak. Normada ham выделение keladi. Ovulyatsiya payti shilimish выделениyalar bo'ladi. Hayz oldi oqich rangli выделениyalar keladi. Agar sizda bir oy ichida выделение to'xtovsiz kelayotgan bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qiling, kerakli mazuklar topshiring va tavsiyalarni oling. Yana sizni qanday savollar qiziqtiradi? Kommentariyaga yozib qoldiring.